Ye gap yo'q. Yil nechi? 15 aka. 15. Kraska? Kraska olga petnocha bor. Qayerda? Kapotna Kirelloga. Petnocha degan gapdan qo'rqaman-da. Qayerdansiz? Urgut. Ana. Legenda deb hisoblayman, aka urgutliklar. Ishoning, to'g'risi. Men to'g'ri. Legenda deb hisoblayman. To'g'risi. Chunki motor yo'q edimi? Yo'q aka. Umuman yo'q emas. nomingizdanmi shu? Yo'q. Qayerda petno dedingiz? Petno sachas olga kapotcha mana chiqishasiga. Bozorni nechmi so'rayib turibsiz? 12 ming aka. Sotishingiz yo'qmi? Sotish bo'lyapti. Bildi. Unaqa narx yo'q. Olamda yo'q. Agar u pulni aytib tursangiz hech kim olmaydi. Monitorlar qo'yibsiz, gaz bormi? Gaz bor ha. Qanaqa propan? Propan. Urgutliklar umuman metan qo'ymasligini ham bilaman. Ana shu viloyat bo'yicha, Samarqand viloyati bo'yicha Urgutga hech kim metan qo'ymaydi, to'g'rimi? Yo'q. Faqat propan. 808 nomerlari bilan AVD 14 yili. 15 mi 14 mi? 15 aka. 15 mi? Ha, yaxshi ekan. 3 plus. 3 plyus ha. Jonak. Urgutliklar. Ha. Akson qilyaptimi yo'q? Ha, qilyapman mana. Yashang. Assalomu alaykum aka. Hozir ko'rasiz qanday aksonda ishlar. Aka, urgutliklarga xos bo'ling. U narx baland. 10 ming dollar nomer telefoningizni ayting. 93lik, 93lik 707, 707 11 olmuş. 4 qilingan ekan. Motorlariga, hadoylariga javob beradi. Javob aka. 10 ming bitta. Bor baraka. Asroq aytsam bo'lar ekan lekin. Ya. Qarang, 10 mingga qo'ydik mayli. Endi shu ko'ngangizdan keyin shu men nimam yomon-da. Yana tush ekanlar deyman-da. Qayeriga nimadir uchirib berasiz, karista uchun. Aka o'zi o'tdik. Qayeriga? Kelishyapsiz sizlarga, to'g'rimi? Qayerdan olasizlar aka? Mehnatkashda sizlar, to'g'ri. Soqqa desa, viloyatda eng katta puli ham Urgutda. Nomer telefoningizni ham bir marta ayting. 93lik, 93lik 707, 11 olmuş. Mana hech bo'lmaganda 9900 ga bossalaringiz 15-yil vash zo'r bo'ladi. Gazi ham bor ekan propangiz. Ekranga like bosib obuna bo'lingizlar. Urgutlik akalar, obuna bo'ling, bo'ldi.